Barchaga salom do'stlar. Ballistik va qanotli raketalar yirik jahon davlatlari qurollanishining ajralmas bir qismi hisoblanadi. Ular yaratilganidan beri uzoq masofalarda taktik va strategik vazifalarni hal qilishga qodir kuchli qurol sifatida ko'riladi. Ballistik raketa bu boshqarilmaydigan trayektoriya bo'ylab nishonga tegadigan snaryad. Ushbu jihatlarini hisobga olgan holda u parvozning ikkita bosqichiga ega. Birinchi bosqichda tezlik va trayektoriya o'rnatiladi. Ikkinchi bosqichda esa asosiy buyruqni olganidan so'ng raketa ballistik trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. Bugungi dasturimizda dunyodagi eng kuchli 10 ta ballistik raketalar haqida gapirib bermoqchimiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob va tahorati buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftaning o'zidayoq hal qilish mumkin. Vulkan erkaklar uchun tabiiy mahsulot. Buyurtmalarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish bepul. Ma'lumot uchun 71 kodi bilan 207 66 55 raqamiga murojaat qiling. 10-o'rinda Fransiyaning M51 raketa majmuasi. M51 raketasi 2010-yilda fransuzlar tomonidan foydalanishga topshirilgan. U Triumphant sinfidagi suv osti kemalariga o'rnatiladi. Raketa 10,000 kilometr masofani bosib o'tishga qodir bo'lib, bortida sig'imi 100,000 kiloton bo'lgan 6 tadan 10 tagacha jangovar kallaklarni olib yuradi. Ehtimoliy og'ishlari, ya'ni nishonga noaniq tegishi 150 dan 200 metrni tashkil qiladi. M51 dan himoyalanish qiyin va shuning uchun u ushbu ro'yxatimizning 10-pog'onasidan joy oldi. Dongfeng 31 Xitoy. Ushbu raketa Xitoyda 2006-yildan beri xizmat qilib kelmoqda. U 1 megatonnalik katta jangovar kallakni 8000 kilometr masofaga olib yurishga qodir. Ehtimoliy og'ishi 300 metrni tashkil qiladi. Ushbu raketa hozirda yangilangan bo'lib, yaxshilangan versiyasida allaqachon 150 kilotonna uchun 3 ta jangovar kallak mavjud va 11,000 kilometr masofaga yetadi. Ehtimoliy og'ishi esa 150 metrgacha. 8-o'rin Topol M Rossiya. Rossiya Mudofaa vazirligi Topol M'ni 1997-yilda taqdim etgan. Raketa bunkerlardan yoki mobil raketalardan o't otishi mumkin. U 800 kilotonnali jangovar kallaklar bilan qurollangan hamda ularning orasida soxta chalg'ituvchi qurollar ham mavjud. Tezligi esa sekundiga 7,3 kilometr. Ehtimoliy og'ishlari 200 metrni tashkil qiladi. Bularning barchasi uni juda samarali va amalda himoyalanib bo'lmaydigan qiladi. 7-o'rin Minuteman 3 Amerika Qo'shma Shtatlari. Amerikaliklarning bu tizimi 1970-yilda joriy qilingan. Biroq keyinchalik uni modernizatsiya qilishdi. Bu sekundiga 8 kilometr tezlikda harakatlana oladigan yerga asoslangan ballistik raketadir. Ehtimoliy og'ishlari 200 metrdan kamroq. Raketa 400 kilotonnagacha jangovar kallaklarni yetkazib berishga qodir. 6-o'rin Bulava Rossiya. Aynan shu raketa ruslarga dengiz qurollari orqali Amerikaga yetib borish imkonini beradi. Bulava yangi Borey sinfidagi suv osti kemalari uchun mo'ljallangan va 2013-yildan beri xizmat qilib kelmoqda. U 6 ta 150 kilotonnali jangovar kallaklar bilan jihozlangan, ammo 10 ta jangovar kallaklarni ham olib yurishi mumkin. Shuningdek, bortida raqib mudofaasini aldashga imkon beradigan soxta nishonlar ham o'rnatiladi. Bulavaning uchish masofasi 8000 kilometr, ehtimoliy og'ishlari 300 dan 350 metrgacha. 5-o'rin Liner Rossiya. Ushbu tizim 2014-yilda ishga tushirilgan. Bu avvaliga Sinivaning yangilangan versiyasi edi. Bu raketa Bulavaning ba'zi kamchiliklarini to'ldirish uchun ishlab chiqarilgan.
Laynerning uchish masofasi 11 000 kilometr. U har biri 100 kilotonna bo'lgan 12 ta jangovar kallakni olib yurishi mumkin. Shu bilan birga ularning ba'zilari soxtasi bilan alishtirilgan bo'ladi. Ehtimoliy og'ishi esa aniq keltirilmagan. To'rtinchi o'rin UGM 133 Trident 2. Trident 2 90-yillardan ishlab chiqarila boshlagan va hozirda u yangilangan va modernizatsiya qilingan. Ushbu raketaning eski modeli 14 ta jangovar kallakni tashishga qodir edi, ammo takomillashtirilganidan so'ng ularning soni 5 tagacha kamaytirildi va har biri 475 kilotonna quvvatga ega. Uchish masofasi uning yukiga bog'liq bo'lib, 7,8 ming kilometrdan 11 ming kilometrgacha uchishi mumkin. Ehtimoliy og'ish darajasi 120 metr bo'lib, bu uni dunyodagi eng aniq yadroviy raketalardan biriga aylantiradi. 3-o'rin DF-55A Xitoy. Xitoy armiyasi ushbu tizimni 1981-yilda joriy qilgan. Ammo o'shandan beri u samaradorlik bo'yicha Xitoy komplekslari orasida birinchi o'rinda qolmoqda. Ushbu raketa 5 megatonnalik jangovar kallaklarni 12 000 kilometr masofagacha olib borishga qodir. Bu holatda uning og'ishi, ya'ni nishonlarga xato ketishi 1 kilometr bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda Xitoy Xalq Respublikasi DF-5 ning diapazonini ko'paytirish orqali takomillashtirdi. Endi raketa bir necha jangovar kallaklarni olib yurishi va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra og'ishi atiga 300 metrni tashkil qiladi. Ikkinchi o'rin Voyevoda Rossiya. U 1974-yilda ishga tushirilgan, ammo o'shandan beri ko'plab o'zgarishlarga duch keldi. So'nggi modernizatsiya qilingan Voyevoda 750 kilotonna uchun 10 tagacha jangovar kallaklarni o'rnatishga imkon beradi. Raketaning uchish masofasi 11 000 kilometrgacha yetadi. Tezligi esa sekundiga 8 kilometr. Ehtimoliy og'ish darajasi 220 metrni tashkil qiladi. Ushbu qurol 2018-yilning 1-martagacha Pentagonning asosiy tashvishi bo'lgan. 1-o'rin Sarmat Rossiya. Rossiyaning istiqbolli qit'alararo ballistik raketasining parvoz sinovlari 2021-yilda boshlangan edi va 2022-yilda yakunlanishi kerak. Uning uchish masofasi 18 000 kilometr, massasi esa 208 tonnaga teng. Shu bilan birga foydali yuk massasi taxminan 10 tonnani tashkil qiladi. Raketaning uzunligi 35,5 metrni, diametri esa 3 metrni tashkil qiladi. Sarmat raketa tizimi Rossiyaning 5-avlod silosiga asoslangan strategik raketa tizimidir. U qo'shinlardagi Voyevoda raketalarini almashtirish uchun yaratilgan. Sizning fikringizcha bugungi videodagi eng yaxshi qurol qaysi deb o'ylaysiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agarda video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha